So'nggi kunlardagi eng dolzarb mavzulardan biri AQSh va Isroilning Eronga qarshi harbiy operatsiyasi. Nega AQSh va Isroil Eronga yadroviy qurolga ega bo'lishga to'sqinlik qilmoqda? Bu va boshqa savollarga bizning sahifamizda javob olishingiz mumkin. Demak, biz boshladik. Voqealar xronologiyasiga to'xtalsak, 1979-yilga Eronda shoh rejimi ag'darilib, Oyatulloh Ruhulloh Xumayniy boshchiligidagi Shia ruhoniylari hokimiyatga kelgach, Eron Isroil davlatining mavjudligini tan olmasligini ma'lum qildi va Tel Aviv tarixan arab yerlarini bosib olishda ayblanadi. Oradan 10 yil o'tib, Ruhulloh Xumayniy o'rniga Oyatulloh Ali Xomanaiy keldi. U Isroilni mintaqaning saraton o'smasi deb atadi va Tel Avivga qarshi urush boshlashga chaqirdi. Isroil bilan aloqalarni uzdi. 1980-yillardan boshlab Tehron Isroil atrofida o'z manfaatlariga xizmat qiladigan guruhlar va ittifoqchilar tizimini yaratdi. 1950-yillardan boshlangan yadroviy dastur aynan shu vaqtga kelib yanada rivojlana boshladi. Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu ham Eron respublikasini Isroilning birinchi raqamli dushmani sifatida ko'rar, uning yadroviy dasturining bitta maqsadi borligini aytardi. Bu Yahudiy davlatni yo'q qilish. Birinchi qism tugadi. Keyingi sonlarimizda Eronning yadroviy dasturi haqida gaplashamiz. Bizga obuna bo'lishni unutmang.